Qizil o'ngach esophagus. Qizil o'ngach halqumning bevosita davomi bo'lib, oshqozongacha davom etadi. Qizil o'ngach 6-buyun umurtqasi sathida halqumni tugashi bilan boshlanadi. 11-ko'krak umurtqasi sathida tugaydi va uni tugagandan keyin oshqozon uning davomi sifatida boshlanadi. Demak, 6-buyun umurtqasidan 11-ko'krak umurtqasi sathi oralig'ida u joylashadi. Qizil o'ngachda 3 ta qism bor. Demak, qizil o'ngachning buyun qismi pars cervicalis, qizil o'ngachning ko'krak qismi pars thoracica va qizil o'ngachning qorin qismi pars abdominalis deyiladi. Qizil o'ngachning buyun qismi buyun umurtqalari sathiga to'g'ri keladi. Qizil o'ngachning ko'krak qismi bevosita o'sha buyun umurtqalari sathidan keyin, ya'ni buyun qismidan keyin boshlanib, u bevosita demak diafragmagacha bo'lgan sathda joylashadi. Diafragma sathida tugaydi va diafragmadan keyin uning qorin qismi pars abdominalis qismi boshlanadi. Demak, qizil o'ngachda mana shu 3 ta qism bor. Bo'yin, ko'krak va qorin qismlari. Qizil o'ngachda 3 ta anatomik torayma ham bor. Demak, birinchi toraymamiz bu halqum tugashi va qizil o'ngachda boshlanish sohasiga to'g'ri keladi. Ya'ni halqum tugashi va qizil o'ngachda boshlanish sohasiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham biz bu toraymani mana o'zi e'tibor qilsanglar, boshqa joylari keng, lekin aynan mana shu sath biroz torroq. O'shuning uchun ham biz bu toraymani halqum qizil o'ngach toraymasi deb aytamiz. Ya'ni konstruksiyo faringo esophagealis deymiz. Halqum qizil o'ngach toraymasi. Qizil o'ngachning ikkinchi anatomik toraymasi, mana e'tibor qilsanglar, mana bu soha biroz torroq, mana yuqoridan, pastdan qaraganda ikkalasiga demak nazar solsak, aynan mana shu soha biroz torroq. Biz bu sohani demak traxeyani bo'linib, demak traxeya tugashi bilan bosh bronxlarning boshlanish sohasiga to'g'ri keladi. O'sha uchun ham bronx sohasiga, ya'ni bosh bronxlar boshlanish sohasiga to'g'ri kelganligi uchun ham bronxial torayma deb aytamiz. Demak, konstruksiyo bronxialis, bronxial torayma. Va albatta 3-toraymamiz bu diafragma sathiga to'g'ri keladi. Ya'ni yuqorida aytib o'tdim, qizil o'ngachda ko'krak qismini tugashi va qorin qismini boshlanish sohasi bevosita diafragma sathiga to'g'ri keladi. 3-toraymamiz va shuning uchun ham bu toraymamizni, ya'ni diafragma sathiga to'g'ri kelgani uchun ham diafragmal torayma, ya'ni konstruksiyo frenika deb nomlangan bu toraymamiz. Demak, takrorlab o'taman, hurmatli talabalar. Qizil o'ngachda 3 ta torayma bor ekan. Bular konstruksiyo pharyngoesophagealis, konstruksiyo bronchialis va konstruksiyo frenika. Ya'ni halqum qizil o'ngach toraymasi, bronx toraymasi va diafragma toraymasi. Endi hurmatli talabalar, bu suratda qizil o'ngachda ko'ndalang kesmasi, ya'ni ichki tuzilishi ko'ndalang kesimi miqyosida ko'rsatilgan. Qizil o'ngachda demak devorining tuzilishi bu yerda. Mana bu qizil o'ngachda ichki bo'shlig'i. Endi qizil o'ngach devorida demak birinchi qavat bu shilliq qavat. Demak, tunika mukosa deb aytamiz. Shilliq qavatda mana shu qavat bu shilliq qavat hisoblanadi. Eng ichki qavati. Undan keyingi qavati bu shilliq osti qavat. Mana demak bu shilliq osti qavati hisoblanadi. Shilliq qavati tashqi tomonda bu joylashgan va lotin tilida biz buni tela submucosa deb aytamiz. Tela submucosa. Endi bitta narsani aytib o'tib ketish kerak. Mana bu yerda, mana bu va mana bu yerda bor. Bular qizil o'ngachda bezlari hisoblanadi. Glandula esophageya deyiladi. Aynan mana shu glandula esophageyalar qizil o'ngachda shilliq qavatiga, demak boshlig'iga
suyuqlik ishlab chiqarishda bular ishtirok etadi. Va 3-qavat muskul qavat. Demak, e'tibor qilasizlar, bu yerda sariq rangda ko'rsatilgan mana halqasimon mushak tolalari va mana bu yerda demak qizil rangda alohida ko'rsatilgan bular bo'ylama mushak tolalari. Demak, mushak qavati 2 qavatdan iborat. Tunica muscularis deymiz mushak qavatini, demak, stratum circularis, ya'ni halqasimon mushak va stratum longitudinalis, ya'ni bo'ylama mushak qavatidan iborat. Demak, eslatib o'tamiz, hurmatli talabalar, halqasimon mushak qavati qisqarganda qizilo'ngach torayadi. Bo'ylama mushak qavati qisqarganda qizilo'ngach demak bevosita kengayadi. Keyingi qavati biz demak bu qizilo'ngachda eng tashqi qavati biriktiruvchi to'qimali qavati tunica adventitia deb aytamiz. Demak, takrorlab o'taman, hurmatli talabalar, shilliq qavat, shilliq osti qavat, mushak qavat 2 qavatdan iborat halqasimon va bo'ylama va biriktiruvchi to'qimali qavat. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishim kerak, hurmatli talabalar. Qizilo'ngachda mana shilliq qavatida burmalar bor mana. Bular qizilo'ngachning ichiga botib kirgan burmalar. Bu burmalar shilliq osti qavat ishtirokida hosil bo'ladi. Demak, shilliq qavatdagi burmalar shilliq osti qavat tela submukosani ishtirokida hosil bo'ladi.